shuni yutqazsam, sportdan ketaman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Shuncha videolar, men o'sha kun Robiya yurgandim zonaga, hech kimga kerak ham yo'q. Men Alloh aziz qilib qo'yibdi, shuncha odamga kerak bo'ldim, alhamdulillah. Kibrlanibdi debdi. Hammasi bitta javob qilib ketaman, lekin men o'zimni oqlayotganim yo'q. Men yutqazdim. Tan olaman. Kibrlanuvchi yutqazdi deganlar uchun. Men kibrlanmayman. Men har bitta gapimdan keyin har bizatning Alloh xohlasa, inshaalloh degan gaplarim bor. Uni urib taylayman, uni cho'zib taylayman degan gaplarim yo'q. Men iymonimga, qazorimga iymon keltirgan bo'lamanmi? Men 3 marta qamalib ham ko'zimga yosh olgan bola emasman men. So'raylar. Men nimaga yosh oldim? Meni ko'rib turgan yosh bolalar, onaxonlar meni ko'rib turib, achingan ishonchini oqla olmaganim uchun ko'zimga yosh oldi. Lekin bir tomondan men juda ham xursand bo'ldim. Men tufayli qimorchilarni Alloh nakazat qildi.